Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlar bilan MetaTrader 5 platformasi bilan noldan tanishamiz. Agar siz endigina tradingni o'rganishni boshlayotgan bo'lsangiz yoki MetaTrader 5 platformasidan qanday foydalanishni o'rganayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Hop, video davomida quyidagi mavzularni ko'rib chiqamiz. MetaTrader 5 haqida, platformani o'rnatish, hisoblarni ulash, interfeys bilan tanishamiz, grafiklarni sozlash, time frame'lar, indikatorlarni qo'shish, buy va sell buyruqlari, stop loss va take profit, foydali sozlamalar haqida gaplashamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. MetaTrader 5 platformasini kimlar yaratgan yoki bo'lmasa kim tomonidan ishlab chiqilgan? MetaTrader 5 platformasini MetaQuest kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Kompaniya 2000-yilda tashkil topgan bo'lib, trading platformalari yaratishga ixtisoslashgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. MetaTrader 5 platformasi qachon ishlab chiqilgan? MetaTrader 5 platformasi 2010-yilda taqdim etilgan. U avvalgi MetaTrader 4 platformasining yanada rivojlangan versiyasi hisoblanadi. Nima uchun MetaTrader 5 ishlab chiqildi? MetaTrader 4 asosan forex bozori uchun mo'ljallangan edi. Vaqt o'tishi bilan traderlar boshqa moliyaviy instrumentlar bilan savdo qilishni xohlashdi. Shu sababli MetaQuest kompaniyasi yangi platforma yaratdi. Unga quyidagi imkoniyatlarni qo'shdi. Ya'ni ko'proq time frame'lar, ko'proq texnik indikatorlar, iqtisodiy taqvim, bozor chuqurligi, tezroq buyruqlarni qayta ishlash, yanada kuchli dasturlashtirish. Xo'p, bo'lmasa kelinglar MetaTrader 5 platformasini o'rnatish va ichidagi barcha funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni TradingView bo'yicha o'tgan safar darsligimizda oxirida oltin bo'yicha analiz, taxmin, ideya berib o'tib ketgandim. Aynan mana bu videoda. Xo'p do'stlar, keyingi haftalikka o'zim uchun analiz qilib oldim. Ya'ni bu shunchaki taxmin. Birinchi podдержка zonasini, сопротивление zonasini aniqlab, Fibonacci tortib, oltin zonasini aniqlab oldim. Xo'p, mening fikrimcha keyingi hafta avval podдержка zonasiga tushib, keyin yana buyga qaytishi mumkin. Xo'p, bo'lmasa do'stlar, oltinni ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, o'tgan safargi berilgan ideya bo'yicha, taxmin bo'yicha avval podдержка zonasiga tushib, likvidlik zonalarini yechib, keyin yana buy yurishda davom etyapti. Aynan belgilagan joyimizgacha. Xullas do'stlar, videoda oxirida analizlar berishga, ideyalar berishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa videoni boshladik. Platformani shunchaki Yandex Browser yoki bo'lmasa Google Chrome'dan yuklab olishingiz o'zi kifoya. Ya'ni TradingView'ga o'xshab registratsiyadan o'tib, login qilib olishingiz shart emas. Shunchaki MetaTrader 5 deb yozasiz. Xo'p, mana MetaQuest o'zini rasmiy saytidan yuklab olamiz. Xo'p, bu yerda mana ingliz tilida ekan. Mana tepada ingliz tili, rus tilidan tanlab olishingiz mumkin. Mana rus tili agar tushunmasangiz. Xo'p, eng pastga tushadigan bo'lsangiz, mana o'zingizga kerakli operatsion sistemalar mavjud. Windows uchun, MacOS uchun, Linux uchun, iPhone, iPad, Android, Huawei'lar uchun programmalar bor ekan. Shularning ustiga bossangiz bo'ldi, skachat qilishni boshlaydi. Bizga Windowsga kerak. Windows ustiga bosamiz. Xo'p, mana skachat qilishni boshladi. Xo'p do'stlar, skachat qilgandan keyin nastroykaga o'tib, o'zingizga kerakli papkani belgilab, dalya tugmasini bossangiz bo'ldi. O'rnatishni boshladi mana. Mana do'stlar, gatovani bosib bemalol ishlashingiz mumkin. Mana do'stlar, MetaTrader 5 platformasi. Endi buni nastroyka qilishni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, mana bu oyna orqali brokerlik kompaniyasining serverlarini topishimiz uchun kerak bo'ladigan oyna. Ya'ni o'zimizga tegishli bo'lgan brokerlik kompaniyasining serverlarini topishimiz uchun kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu joyga brokeringiz nomini yoki bo'lmasa o'sha brokerda ochilgan akkauntdagi serverni yozsangiz bo'ldi. Shundoq brokeringiz kelib chiqadi. Xo'p, bo'lmasa kelinglar tekshirib ko'ramiz. Bo'lmasam boshladik. Men hozir Exness Brokerdan demo akkaunt ochib ko'rdim. Mana bu joyga chiqarib qo'yaman. O'sha demo akkauntim ichidagi serverni shu yerga qo'yadigan bo'lsam, yozadigan bo'lsam va Nighty Wash kompaniya ustiga bosadigan bo'lsam, o'sha Exness Brokerimiz serverlarini chiqarib beradi. Xo'p, bo'lmasa tekshirib ko'ramiz. Mana do'stlar, o'sha brokerimiz serverlarini hammasini chiqarib berdi. Yoki bo'lmasam shu yerga o'zingiz brokeringiz nomini yoki bo'lmasam o'sha serverni yozadigan bo'lsangiz, avtomatik chiqarib beradi. Masalan, hozirga bu yerga Raw Forex deb yozib ko'ramiz.
Mana ustiga bosadigan bo'lsak, mana chiqarib berdi. Yoki bo'lmasam IC Markets deb yozadigan bo'lsak, mana chiqarib beradi. U bo'lmasa birinchi Exness Broker'da ochilgan demo akkauntni ulab olamiz va orqadagi interfeyslarni hammasini birma-bir to'g'rilab chiqamiz. Xo'p, akkauntim ulash paytida o'zimga tegishli bo'lgan broker serverini topishimga to'g'ri keladi. Aynan meni hududimga tegishli bo'lgan server kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu qavs ichiga yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni bu yerda qisqartirib yozib qo'yilgan. Bu Sysekga tegishli bo'lgan server bo'lishi mumkin. Pastdagisi Kenaga tegishli bo'lgan server bo'lishi mumkin. Pastdagisi Mauritiusga tegishli bo'lgan server bo'lishligi mumkin. Xo'p, meni akkauntimdagi oxirdagisi Seychellesga tegishli server ekan. Xo'p, mana buni belgilab, Delete tugmachasini bosamiz va avtomatik mana bu oynaga o'tamiz va pastidan oxirgisini belgilab, mana bu joydan server degan joydan yana serverlar qatorini qidirishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerdan meni serverimga tegishli server yo'q ekan, ya'ni bu yerda Exness SC deb yozib qoldirilgan ekan. Menda unaqa emas, shuning uchun yana nazarda ezib, yana qidirishni boshlaymiz. Xo'p, ko'p hollarda mana bu Exness Technologies shu serverdan ko'proq bizning hududga tegishli bo'lgan serverlar kelib chiqadi. Xo'p, Dale'ni bosib tekshirib ko'ramiz. Mana buni belgilaymiz va serverlar qatoridan yana serverimizga mos serverni qidirishni boshlaymiz. Xo'p. Mana do'stlar, Exness MetaTrader 5 Trial 15 ekan. Xo'p, demo akkauntlarda ko'proq Trial bo'ladi server nomi. Xo'p, mana bu joyga o'sha demo akkauntimdagi loginimni yozaman va o'sha akkauntimga kirgizgan parolimni yozaman. Va bu narsalarni aytib o'tishim sababi o'zim ham boshida tushunmaganman, qiynalganman, akkauntimni ulolmaganman, shuning uchun batafsil gapirishga harakat qilyapman. Kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa, xursand bo'laman. Bo'lmasam akkauntimni ulashni boshlayman. Mana bu joyga o'sha akkauntimdagi loginimni qo'yib, pastiga o'sha akkauntimga kirgizgan parolimni yozib olaman. Xo'p, gatovani bosadigan bo'lsam, akkauntimga ulanaman degan umiddaman. Xo'p, ketdi. Mana do'stlar, akkauntimga ulandik. Xo'p, hozir ko'rsatib beraman. Xo'pshi. Targovli mana. Demo akkauntimdagi $500. O bo'lmasa interfeysini to'g'rilashni boshlaymiz. Menimcha demo akkaunt bo'lganligi uchun mana bu oynachalar qora rangda turibdi. Shuning uchun boshqatdan shu valyuta juftliklarini mana bu instrumentlar qatoriga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu plyusda oldidagi dababit ustiga bosib olamiz va aynan shu parani nomini yozamiz. Euro USD. Euro USD mana kelib chiqdi. Shuni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu instrumentlar qatoriga qo'shiladi. Mana Euro USD parasi qo'shildi. Agar sizga tepadagi instrumentlar kerak emas bo'lsa, xalaqit berayotgan bo'lsa, mishkani o'ng tarafini ezib, bemalol scriptini ezib, ya'ni deletini ezib, udalit qolishingiz mumkin. Agar yana kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu plyus oldidagi dababitni ezib, aynan o'sha parani, ya'ni valyuta juftliklarini yoki bo'lmasa instrumentning nomini yozadigan bo'lsangiz, o'sha kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa klaviaturadagi del, ya'ni delete ustiga bosadigan bo'lsangiz, avtomatik udalit bo'lib ketadi. O bo'lmasa kelinglar o'zimizga kerakli bo'lgan Euro USD juftligini olib qolib, qolganlarini udalit qilib ko'ramiz. O'sha klaviaturadagi delete deb bosadigan bo'lsangiz, avtomatik udalit bo'lib ketadi. Xo'p, bo'lmasa mana bu uchala valyuta juftliklarini ham mana bu instrumentlar qatoriga qo'shib olamiz. Xo'p, dababit ustiga bosib birma-bir yozib chiqamiz. Mana GBP USD ustiga bosib, Enter ustiga bosadigan bo'lsak, mana qo'shildi. Xo'p, keyingisi Xo'p, USD CF, ya'ni Shveysariya franki. Buni ham qo'shib olamiz va oxirgisi USD yena, ya'ni yaponskiy yena. USD JPY. Xo'p, buni ham qo'shib oldik mana. Ana endi bu valyuta juftliklarini mana bu oynachalarga hammasiga birma-bir qo'yib chiqamiz. O'zingizga kerakli bo'lgan valyuta juftligini tanlaysiz va mishkani chap tarafini ezib, mana bu oynachaga olib kelsangiz, o'zi grafik paydo bo'ladi. Mana. Keyingisini ham shuna qilasiz. Va mana grafiklar tayyor. Boya demo akkaunt bo'lganligi uchun boshqatdan qo'shishimizga to'g'ri kelgandi menimcha. Shuning uchun grafiklar ko'rinmayotgandi.
va mana qo'shdik. Grafiklar tayyorlovchi. Endi mana bu interfeyslarni to'g'rilashni boshlaymiz. Xo'p, mana bu oynachalardan o'zimizga kerakli bo'lgan valyuta juftligini tanlab olamiz va kattaytirib olamiz. Xo'p, kattaytirib olganimizdan so'ng mana bu interfeysni grafiklarini to'g'rilashni boshlaymiz. Ya'ni mana bu orqasidagi setkalarni, indikatorlarni, kerak emas narsalarni olib tashlaymiz. Mana bu yaponskiy svechalarni ham to'g'rilashni boshlaymiz. MetaTrader 5 da aynan bitta grafikni o'zini to'g'rilab chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni mana bu orqasidagi setkalarni, mana bu indikatorlarni, yaponskiy svechalarni to'g'rilab chiqadigan bo'lsangiz, qolgan instrumentlarda bir xil bo'lib qolmaydi. Ya'ni TradingView'da bitta grafikni o'zini to'g'rilaydigan bo'lsangiz, boshqa instrumentlarda ham aynan o'sha grafikni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bitta grafikni o'zini to'g'rilab chiqishingiz yetadi, avtomatik saqlanib bo'lib qoladi. Lekin MetaTrader 5 unaqa emas. Mana bu orqasidagi setkalarni, indikatorlarni olib tashlaysiz, lekin saqlanib qilmasangiz, grafik boshqa instrumentlarda o'shanday holatda qolib ketadi. Yana buni boshqatdan noldan grafiklarni to'g'rilab chiqishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun xo'p, mana bu grafikni to'g'rilab chiqamiz va saqlanib qolamiz. Saqlanib qilganimizdan so'ng mana bu valyuta juftliklari ham biz to'g'rilagan grafik bilan bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Birinchi mana bu orqasidagi setkalarni olib tashlaymiz. Uning uchun mishkani o'ng tarafini ezib, mana bu setkani ustiga bosadigan bo'lsak, mana setka yo'qoldi. Keyin mana bu indikatorlar ham bizga hozircha kerak emas. Shuning uchun buni ham olib tashlaymiz. Mishkani o'ng tarafini ezib, mana bu udalet okna indikatorining ustiga bosadigan bo'lsak, mana indikatorlar ham yo'qoldi. Ana endi grafikimiz to'liq va yarkiroq ko'rinishni boshladi. Xo'p, endi mana bu svechalar mana bu joydan boshlanadigan bo'lib qolgan, ya'ni bundan bu yog'iga o'tmaydi. Shuning uchun mana bu tepadagi mana bu narsa nomini bilmayman, shuni ustiga bosib oladigan bo'lsangiz, grafik chap tarafga qaytadi. Keyin mishkani o'ng tarafga yurgizadigan bo'lsangiz, grafik yana boshiga qaytib qolaveradi. Uning uchun qaytmasligi uchun, ya'ni hozirgi bosganimizda chap tarafdagini bosib oladigan bo'lsak, mishkani bemalol yoqqa bu yoqqa yurgizsak, grafik boshiga qaytib qolmaydi. Ana endi u tepada uchburchaksimon narsa turibdi, chig'ziqcha. Shuni o'zingizga moslab olishingiz mumkin, ya'ni grafikni xohlasangiz o'rtaga olib kelib qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz yana o'sha o'ng tarafga bemalol surib qo'yishingiz mumkin. Men yana ham chaproqqa surib olaman. Bu men uchun qulay. Xo'p, ana endi keyingisi mana bu yaponskiy svechalarni ham to'g'rilab chiqishni boshlaymiz. Uning uchun mishkani o'ng tarafini ezib, eng ordan svoystvani ezadigan bo'lsak, mana shu joydan hammasini to'g'rilab chiqishimiz mumkin. Xo'p, birinchisi fon. Mana bu orqasidagi fon qora rangda ekan, xohlasangiz oq qilib olishingiz mumkin. Keyingisi mana bu tekst. Tekstda mana bu tekstlar menimcha shu tekstlarni ham ranglarini to'g'rilab chiqishingiz mumkin. Keyingisi setka bizda yo'q, olib tashladik. Keyingisi bar verx, ya'ni tepaga ketadigan svechalarni yonidagi liniyasining rangi. Bu yerda tashini boshqa rangda, ichini boshqa rangda qilib olishingiz mumkin ekan. Xo'p, keyingisi bar vniz, ya'ni pastga ketadigan svechalarda yonidagi liniyasining rangi ekan. Keyingisi bichi svecha ekan, ya'ni hozirgi aytganimdek ichini boshqa, tashini boshqa qilib olishingiz mumkin ekan. Bu yerda bichi svecha tepaga ketadigan svechani ichidagi rangi ekan. Xo'p, kelinglar buni yashil qilib olamiz. Mana yashil qilib oldik. Keyingisi medveji svecha, ya'ni pastga ketadigan svechalarni ichidagi rangi. Xo'p, kelinglar buni ham qizil qilib olamiz. Mana qizil qilib oldik, lekin mana bu yashil bo'lganligi uchun boshqacharoq turibdi. Bar venizga o'tib, buni ham qizil qilib olamiz. Mana qizil bo'lib qoldi. Bemalol shu yerdan o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Xo'p, OK deb bosadigan bo'lsak, mana bu grafik saqlanib qoladi va orqadagi grafik xuddi shu grafikka o'xshab qoladi. Xo'p, bosib ko'ramiz. Mana biz to'g'rilagan grafik bilan bir xil bo'lib qoldi. Endi buni o'zimga moslashni boshlayman, vaqtni cho'zmasdan. Chunki men bunaqa grafikda ishlay olmayman. To'g'ri, grafiklar bir xil, lekin boshqacharoq variantda ishlayman. Xo'p, mana do'stlar, grafikni o'zimga moslab oldim, to'g'rilab oldim. Xo'p, men boya sizlarga ko'rsatib berish uchun qilgandim. Xo'p, ana endi keyingi qiladigan ishimiz mana bu biz to'g'rilagan grafikni saqlab olishimiz kerak bo'ladi, chunki boshqa instrumentlarni, boshqa valyuta juftliklarini tanlaganimizda aynan biz to'g'rilagan grafik chiqmaydi. Mana misol euro juftligida aynan biz to'g'rilagan grafik chiqmaydi. Shuning uchun mana bu grafikni saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun mishkani o'ng tarafini ezib, mana bu qatorlardan shablonni topib, saqlanib shablon qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, uni nomini default fayl qilib saqlanib qilib olishimiz kerak.
Ana shundan so'ng boshqa instrumentlarni qayta grafiklarni sozlashingizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, boshqa oynachalarga o'tib ham aynan shu saqlanib qilgan shabloningizni tortib olishingiz kerak. Ya'ni загрузить qilib olishingiz kerak bo'ladi. Hop, загрузить, default. Shu joydan all files bosib открыть deb bosadigan bo'lsangiz mana o'sha grafikingiz o'zgarishsiz turibdi. Hop do'stlar, MetaTrader 5 haqida videomiz juda ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun hozircha shu yerda to'xtatib turamiz. Keyingi video roligimizda yana batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar qayerdadir xato qilgan bo'lsam, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hozircha xayr.